Ko'rdingizmi? Xayrli kech qizlar. Sizlar bilan hozir kechki parvarishni qilmoqchiman. Mitselarka suvi paxtaga solamiz va yuzimizni tozalaymiz. Menda ozgina makiyaj bor. Tush va pomada faqat. Mana yangisini olamiz. Bo'ynimizni da artamiz. Bo'yinni unutmang hech qachon, chunki bo'ynimiz bu yuzimizning davomi. Krem sursangiz ham, tonik bilan artsangiz ham, mitselarka bilan artsangiz ham bo'ynimizni ham yuzimiz bilan birga artamiz. Endi mitselarkadan keyin yuzni yuvish kerak. Chunki mitselarka sovun hisoblanadi. Sovunni esa yuvish kerak. Sizga hozir bitta fokus ko'rsataman. Mitselarka sovundan iboratligini ko'rishingiz mumkin. Mana mitselarkani paxtaga, diskka soldim. Endi uflayman. Qarang. Ko'rdingizmi? Sovun ko'pik paydo bo'ldi. Quritamiz yuzimizni. Yuzimiz toza. Endi navbat tonikka. Bugun sizlar bilan tonik haqida gapirdik. Aktualnilarda keyin tonik haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Tonik bu sizning yuzingizni pH ko'rsatkichi bo'ladi. U ba'zan ko'tariladi, pasayadi. Shuning natijasida teri yoki quriydi yoki yog'li bo'ladi. Tonik nima qiladi? Tonik teringizni normaga keltirib beradi, namlaydi. O'shaning uchun tonikni har safar yuzingizni tozalagandan keyin tonik ishlating. Va aytganimdek, har safar o'sha tonikni ham yuzingizni tipiga qarab tanlab oling. Yuzim tozalandi. Har doim go'zal va sog'lom qoling.